Amerika maktablarida o'qiganimda bu narsani juda ham ko'p ko'rganman. Yaxshi o'qimagan studentlarning ham qo'lida albatta bitta kitob bo'lardi. Boshida bu narsa menga juda ham g'alati tuyulgan. Qanday qilib degan savol meni juda qiynardi. Keyin o'ylab qarasam, ingliz tili o'qituvchimiz har bitta studentdan uni qiziqishi nima, nimalarni yaxshi ko'radi, shuni so'rardi va shunga qarab bizga kutubxonaga borib kitob tanlashga yordam berardi. Va har bitta student o'zi qiziqtirgan mavzuda albatta bitta kitob topardi va uni 2 hafta davomida o'qib chiqardi. O'g'limga kitob o'qitishim qiyin edi. Qarab ham o'tirmasdi kitob ochsam. Keyin o'qituvchim bizga qilgan narsa esimga tushib ketdi. Birinchi bo'lib farzandimni nimalar yaxshi ko'radi, shuni bilib oldim. Keyin uni kutubxonaga olib borib, qiziqtirgan mavzuda kitoblarni topishiga yordam berdim. Farzandim hozirgi kunda qurilish mashinalari va geometrik shakllarga qiziqqanligi uchun imенно shu haqida kitoblar topishga harakat qildik. Ko'rib turganingizdek, kitob o'qishni yoqtirmaydigan farzandim o'zi tanlagan va qiziqishlariga to'g'ri keladigan kitobni olganligimiz uchun oldimga kelib o'qib berishim iltimos qilyapti. Shundan xulosa qildimki, kitob o'qishni yoqtirmaydigan bolani o'zi bo'lmasa kerak. Agarda kitoblar bolani xohishiga qarab to'g'ri tanlansa, har qanday bolani kitobga qiziqishi uyg'onadi deb o'ylayman. Sizni farzandingiz nimalarga qiziqadi va qanday kitoblar o'qib berasiz?